mana shu yerdaman. Topshiriq qilib berasizmi? Sizlarga topshiriq o'sha parazitlardan bittasini bodga olib kelinglar. Va laboratoriyada umuman tirik jon qolmasin. Maxluqlar ham odamlar ham hammasini qirib tashlanglar. Keyin esa laboratoriya yonidagi shaharlarni evakuatsiya qilinglar. Evakuatsiya deganda qutqarish emas, hamma odamlarni qirib tashlanglar. O'tdagilarga 50% ga virus yuqqan. Menimcha 100%. General, axir o'tda o'zimizdan odamlar bor. Ular nima qilaylik? Axir ularni ham o'ldirmaymiz-ku. Keyin virus deganda u dengizga ham kelishi mumkin-ku. Tupurdim hammasiga, vazifani bajar. Yigitlar, bugun sizlarga yangi topshiriq. O'sha laboratoriyadagi maxluqni tutib kelasizlar. Bu sizlar uchun oddiy ish, to'g'rimi? Mard o'g'lonlar. Sizlarga omad. Bugungi mavzu o'sha laboratoriya. O'sha laboratoriya haqida qo'lingni ko'tar. Bugun hech qanaqa yangilik yo'q. Tezroq chiqinglar efirda. Hammasi hozir uni olib tashlayman. Tezroq bo'ldim sizlarga. Aloqa. Janob general, biz belgilangan obyektga yetib keldik. Qabul. Yaxshi yigitlar. Bu yerda parazitlar bormi? Qabul. Yo'q, bu yerda bitta parazit bor va o'lgan askarlar. Bu yerda boshqa tirik parazitlar yo'q. Qabul. Yaxshi. Vazifani bajarib tezda kelinglar. Sizlarga omad yigitlar. Qabul. Biz tez orada qaytamiz. Albatta. Askarlar, bizning topshirig'imiz shu laboratoriyaga kirib, o'sha maxluqni olib ketish. Tezroq ortimdan yuringlar. Janob, qanaqa kiramiz axir? Naryoda maxluqlar bo'lsa. Askar, darvozani yorib kiramiz. Ortimdan yur. Ko'p gapirmang. Xo'p, janob. Darvozani ochamiz. Hech qanaqa maxluq yo'q. Tezroq yuringlar. Xo'p, janob. Janob, endi ko'p gapirmanglar, qo'rqmanglar, axir sizlar askarsizlar. Xo'p, janob. Bu yerda qandaydir teserak ili bu qanaqa tosh bo'ldi. General buni ham bizdan so'rasa kerak. Uni olib ketsa mayli tursin. Janob, axir siz askar juda ham ko'p gapiryapsiz. Ortimdan yurolmay. Uyalmay? Ha. Mana o'sha parazit. Buni tezroq qonun olinglar. Qonuni nima? Bitta parazit uchun keldingmi biza general? Hamma askarlarni olib ketdingizmi? Bitta so'rib ketibdi. Nima, bu yerda qolganlar ham bo'ling. Tezroq qonunlarga ketamiz. Qurol yasaldi va endi u maxluq kelsa o'ldirishim kerak. Hayotim o'zimga ushutdi. Qattiq. La'nat. Qayerda? O'qimoz o'zi. Mana. O'lding. O'qim yo'q. Agar ikkinchi maxluq kelsa qochib kerak. General, endi nima qilamiz? Endi qon olindi. Vertolyot kelsa uyga qaytamiz.
Sen bilan man, yur, ichkari kiramiz. Man nima qilay? Iya. Mayli. Qanaqadir ovoz eshitilyaptimi? Nima bor ekan u yerda? Bor-ku. Aloqa, kapitan. Bizani kasallanganlar quvlayapti ortimizdan. Oz qolishdi, general. Alo, qabul. Janob general, bizani askarlar xavf ostida. Ularga qanaqadir kasallanganlar hujum qilibdi. Ha, bu aniq edi. Nima? Siz bularni oldindan bilganmidingiz? Albatta. Nima, ularni shunchaki bitta parazitni tutish uchun yubordi deb o'ylaysanmi? Axir u bizani askarlar-ku. Parazit to'yish kerak va uni energiyasini keyin olamiz. Boshqa vertolyotlarni yubor. Bu yerda vaysagancha yana bir ikkita askarlar yubor. U to'yish kerak. General, axir oxiri zamon keldi. Odamlar parazitdan emas, mendan qo'rqish kerak. Tezroq mahluqdan qochishim kerak. O'likka qanday qayerga qo'ysam ekan? Bu yerga qo'ysam laboratoriya o'sha edi. Bu yerga qo'chaman, chunki bu yerda o'rmon bor. Xayr, zombilar. Xayr. Ketdik. İşlerimiz reja bo'yicha ketyapti. Mahluqlar ancha to'yishib qoldi. Ularni ovlasak bo'ladi menimcha. Yo'q, hali erta general. Hozir ularni ovlasak, o'ta odam kam. Menimcha mahluqlar hali to'ymagan. Nima? To'ymagan? Agar ular kattalashib ketsa, dengizga hujum qiladi. Ya'ni bizani bozamizga. To'g'ri aytasan, temir tersi. Ha, bizani bazamizga hujum qilishi mumkin, lekin biz allaqachonga yaxshigina qurol qo'yamiz. Keyin uni ham olamiz. To'g'rimi, general? Ha, yaxshi fikr. Lekin rostdan ham mahluqlar katta bo'lib ketsa, hatto bizani ham kuchimiz yetmaydi. Tezroq yuguringlar askarlar. Tezroq. Manbaro kimniki? Endi qayerga kelsa ekan, zombilar kelib qoldi. Bu arava kimniki? Olib ketish kerak. Aravamga tegma, dalda yo'q. Iya, kalboshmi? San so'kindimi kalbosh? Oz Tegmang. Yuring, bizani qishloq bor, olib ketaman. Unchalaydi ham zombilar yo'q, hech nima yo'q o'tda. Da ketish kerak. Bu kalboshga nimasiga ishonasan? Tezroq yuringlar. Zombidan ko'ra kalbosh yaxshi. Ortimizdan. Qaror yuringlar. Ketdi. Yuringlar, bolakaylar. Men sizlarni yaxshi ko'raman.
chunki bu dengizda suza oladi va avvalgidan o'ta kuchli, o'ta baquvvat. Videoni keyingi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, like va obunani bosib qo'yinglar.